12 oyda meva qiladi. Mevasini 1,5 oy, 2 oy ushlab tura oladi. Kumquva. Aziz do'stlar, bizda mana mandarinlarimiz bor. Mandarinni haligi mandarin katta nima bo'ladi-yu, katta apelsin. Mandarinni kattaroq bo'ladi-yu, yapala anjurga o'xshagan. Mana shunaqasidan. Bitta mana shunaqa ko'chat olgandim. Bu olgan ko'chatimni bittaga bo'ldim, ikkitaga bo'ldim, 3taga bo'ldim. Xullas kalom 6taga bo'lib o'stirib, sal o'ziga kelgandan keyin bittasini singlimga berib yubordim. Qolgani o'zimda turibdi mana. Xudo xolasa bundan keyingi yilga yaxshi o'sib olsa, keyingi yildan yoki undan keyingi yildan hosil berishni boshlaydi. Buni olganimda mevalari bilan olganman. 10 ta, 12 ta mevalari bilan olganman. Mevasi bilan olib, mana shu ko'pgina mevasi bor edi, 10 tacha. 5-6 tami, 10 tami mevasi bor edi. Katta edi. Mana 4-inchisi, mana bu 5-inchisi. Mana ko'rib turibsizlar, yangi baklar chiqarib, yangi o'syapti. Mana mevasi, haqiqiy mevasi o'zida turib qurigan. Mana. Живой mevasi. O'zida turib qurib qoldi. Men buni o'zim uzmadim. Ishonarlik ko'chati, xudo xolasa ishonarlik yaxshi. Uyga olib kirib qo'yamiz qishda. O'sha o'sadi. Hozir avgust oyining 8-kuni. Mana bu endi xurmo daraxti. Buni ham katta qilaveraylikchi. Aziz do'stlar, mana uzumga qiziqadiganlar uchun uzum ko'chatlari ham ozgina qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa uzum ko'chatlarini ko'proq qilib rivojlantirish maqsadimiz bor. Ijivikamiz, malina ekamiz, xudo xolasa. Mana bu kivi. Kivi ham meva qiladiganini olganman. Avatar ko'chatlarimiz. Tomlarda avatar ketmon sopi, проблажение. Har xil uzumlarimiz bor. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Mana bu yana boshqa sort. Bu qora uzum. Bu qora uzum cho'lni gigant deb bergan. Mana ko'ryapsizlar, mana shunaqa bo'lib chiqdi. Bu birinchi yilga, keyingi yilga bilmadik qanaqa bo'lar ekan. Qop-qora, yaxshi mazasi zo'r uzum ekan. Bu yil mana kichkina bir 5 ta 6 ta meva qildi. O'zim uchun mana xomnom pistalar ekib qo'yganman. Xomnom pistalarni ham mana chiroyli bo'lib o'syapti. Prezident bodomlar meva qilyapti. Mana aziz do'stlar, ketmon sopi. Mana bu mers uzumlarimiz. Nima deydi? Razamatota. Katta bo'lgan. Bashmaldag'imda turibdi mana. Plus mana bular проблажение. Kattaligini ko'ringlar. Qo'lim bilan teng turibdi. Mana bunaqa avatarlarimiz ham bor mana. Mana do'stlar, avatar. Kattaligini qaranglar, jonivorni. Yomon katta bo'pti ona. Mana shu ko'rinishda. Bular mana bitta saqlagan joydan bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta saqlagan. Pastdagi ham avatar 5 tamikin saqlagan. Проблажение mana bu проблажение. Mana bu проблажение birinchi mevasi, birinchi chiqqan mevasi juda ham shirin bo'ladi. Mana bu ikkinchi mevasi hosili duvarey. Mana bu duvarey emas. Katta qo'ygan qaranglar, bular ham pishib ketadi. Bu 3-hosili. Ikkinchi hosil, mana bular 2-hosil, bu ham 2-hosil. Mana bu 3-hosil. Mana bu pishgan 2-hosili. Mana 3-hosili ham kerak bo'lsa, bu pishirib yuborar ekan.
Mana bitta ko'chatda bitta shaxta, bitta, ikkita, uchta meva qilgan bitta shaxta. Bular ham kelaversa pishishni harakatida. Maydaroq bo'lib qoladi-yu, pishib ketadi. Mana aziz do'stlar, mevsimiz kattaligini qaranglar. Qo'lim bilan teng bashdik. Juda katta qilgan meva. Aziz do'stlar, bular zamatotani kichkinasi. Kichkinasi ham bashmaldag'im bilan pastda teng turibdi. Mana bular zamatota. Zamatotani kichkinasi. Bular ham kichikroq bo'ladi, lekin o'ta shirin bo'ladi. Juda ham shirin holatda bo'ladi. Mana tomimizni ko'ryapsizlar, bu yog'i tom. Tomga bunday chiqarganman. Oddiy uzumlar bular. Hamma uzumlar bilan qilyapmiz imkon qadar. Endi buni bu yog'iga danaga uzumlar qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar aziz do'stlar. Biz sizlarga shunaqa ma'lumotlar chiqarishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlashni esdan chiqarmanglar.